Hurmatli obunachilar, Toshkent viloyati Parkent tumani Zarkentga chiqib keldik. Asror fermalarida sotiladigan gibrid buqamiz bor, hurmatli obunachilar. Asror, yaxshimishlaring? Nech pul so'raymiz endi, xudo xolasa bunga? Aka, bu привязной buqa. Aha. Endi ichini yoryapti, xudo xolasa. 55 million kami bor. Da. 2 kurak ichini endi bu yoryapti. Narxi 55 million. Hurmatli obunachilar, o'zi bilsanglar, Asror sut yo'nalishida ishlaydi. Bundan zot oldi-ya, xudo xolasa. Zot oldi, xudo xolasa. Zotga ham chopadi kelajakda, hurmatli obunachilar. Xo'p, bo'ylariga kelganda qancha kelib qoladi? Taxminan aytib o'tamiz. 150 ustida aka. 150 plus qo'yamiz bo'ylarini. 55 million xayri bor. So'lasini qo'lasizlar. Chi endi buzilyapti, xudo xolasa. Buzilmadi. 2 kurak endi buzayotgan ekan. Nomerlarni qo'yib ketamiz, ma'qul bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar. Uzun videosi Bahodir Uz kanali YouTube'da chiqadi, o'tib ko'rishingiz mumkin.